Beşinci bölüm. O bütün yazını yeziş, okuş bilen ötküzdü. Kişiler bilen kemden kem arlaştı. Hatta Zulya'mı onun derisini bakka qaraydigan öyiga kemden kem kiretdi. O bütün öyiga yeyilip yatkan her xil yeziqdagi kitaplar, qol yazmalarının arışıp ketişinden ensirip, xotun ballarını mı A'lanın öyiga kirgizmeydi. O A'lanın nemi yezivatqanını düşünmeydi. Lekin o ko'nglida kechalari uxlamaydigan, to'y to'kin o'yin tomoshalardimi o'zini tortib, 1 minut vaqtnimi bekorga o'tkazmay, o'qish, yodlash, yezish bilan kun o'tkazayotgan yodonqo yigitning bir ulug' ish bilan mashg'ul ekanligini his qiladi. U eng yaqin do'stlarga yoki A'lani pat-pat yo'qlab keldigan Umar Tambirchiga ko'rsotlab turib maqtanish bilan shundoq deydi. Onun betlari mening tishimdek sarg'ayib ketgan. Bulg'ar taşlıq kitaplarını bir malla bilaman. O ularni o'g'dilgan sezgur mashqalarmi topolmaydigan yerda saqlayapman. Qo'l yozmalarini damsana heliqi yozganlarmi, ularnimi patnus qiqilgan kichkina sanduqqa o'ttirliq selib saqlayapman. Uning nadligini xotin biladi. Bizning xotinning og'zi ochqichi yo'qolgan qulupning o'zi hech kim ocholmaydi. U men topshirganlar nemini opsidan miras qolgan oltin sovg'idek mahkam saqlaydi. A'la o'zining vaqtining qilayotgan ishlarining qadr-qimmatini texmi tushundigan bo'lib qoldi. Navada u vaqtni g'animat bilib, qilishga tegishli ishlarni qilmasa, xalqqa zarur bo'lgan bu ishlarni qiladigan odamlarning yo'qolib tugaydiganligini tushundi. U o'zining tabiat ata qilgan, hozir bargan siri ojizlayotgan tutib olish qobiliyatiga tayinib, nurg'ulg'an dalil isbot, yilnomalar, she'r, hikmatlar so'zlarni yodlab bo'ldi. O Çağatay tili, qadimqi Uyg'ur tili, ingliz tilidan hozir yaxshi foydalanadi. Farscha asarlarni inglizcha, farscha lug'atning yordami bilan o'qiy oladi. Rus tilini bo'lsa, garchi o'qishliq kitoblari yo'q bo'lsa-mu, ruscha romanlarni tatlashtirib, o'qib yurib, obdalla tushunadigan bo'lib qoldi. Uning yashi hozir 30 dan oshdi. Aqli quvvati to'lgan rosa qiron chog'lari mushu. U bu tepilg'usiz qimmatli chog'larni hargizmi bekorga o'tkazmasligiga tirishidim. Uning uchun har bir minut vaqt bahosiz boyliq. U bu kunlarda kichik opasi va qizi dil arog'imi kamdan kam ko'rinadi. Ular butunlay Zulya oilasining a'zosiga aylanib ketgan. A'la o'zining oylik maoshini Zulya oilasiga topshirib etgan. U hozir turmush, do'stlari, vaziyat to'g'risida zotla o'ylamaydigan bo'lib qoldi. U 1957-yili, 1958-yillardagidek yana kitoblar bilan so'zlashigan, kitoblardagi odamlar bilan birga yashaydigan bo'lib qoldi. U tomoqni yolg'iz yeydi. Atiyaligi mazin Ahundunmu burun turib olib, etiz oraliqlardagi chig'ir yo'llarda uzoqdan uzoq yuguraydi. Muzdek eriq suyida yuyindi. Ba'zi oqshomlari o'zicha Zulyaning yiniga kirib olib, dutar chilib naqsh etadi yoki bir necha rumka haraq ichib qo'ydi. Shundoq chaqlarda Zulya uning aql hushidan ozmagan, rostla ilmiga berilgan odam ekanligiga ishonadi-da, uni asrashning ma'nosini texnik cho'nqurroq tushunadi. Kam kutdingiz bo'lsa, tortinma etivering. Fukam, siz yot emas. Mushu uyning odam bo'lib qoldingiz, deydi Zulya bundaq chaqlarda xushal bo'lib. Biz o'lsak bir siqim to'p qoladi. Sizdinchi bilim, kitob, nom qoladi. Qancha boylar, podshohlar, botirlar o'tdi. Ular o'lgandan keyin nom nishonsiz bo'lib, kuldak to'sib o'chdi. Lekinsa shoirlar, olimlarning 1000 yilning oldidagi gap so'zlari, kitoblari hozirmi tillarda so'zlanib, maktablarda o'qilib yurmamdi. Shuning uchun men deyman, sizlar odam, biz ko'k qurut, ashu Navoiyning Navoiy demakchi. Xizmatini qilgan Qul bobo degan qiyerning nomi so'rilib yuribdi. Hey fukam, deyman-ku, biz ikki onadan tug'ilgan bilan bir onaning bolalari. Qolganini o'zingiz tushunib oling. Men siz uchun biror yaxshi ish qilib bergan kunim kechgacha naqsh etaman. Fukam. Zulya ishchan, haq so'z, mehribonligi bilan yurt ichida yuz topgan. Ko'pchilik shuning uchun uni himoya qiladi. Uning gapiga kiradi. Har qanday bir maraka ishini uning maslahatisiz qilmaydi. U qo'ldan kelgan yordamini boshqalardan aymaydi. Mana shu sababdan ko'pchilik uning himoya qilganini himoya qilib,
uning nafratlangeniga birdek nafrat bildirib, o'zlarining bu rahbarini asrab himoya qilib kelmoqda. Bugun u o'z uyida beshiga kun tushgan bu musofirni asrayotgan ekan, butun yurtning uni asrashi, uni hurmatlashi turgan gap. Bir necha ay berish kelish qilish orqali yurt a'loni shunchalik yoqtirib qoldiki, hatto uni o'ziga kuyug'ul qilib bilish uchun Zulyaga elchi qo'yg'uvchilarmi chiqdi. A'la mana shunday afzal oila yaxshi sharoitda iliq yozni o'tkazdi. Kuz fasli ilhom fasli debdikan, u kuz faslini yezish, o'qish, aralash maktabining ba'zida Zulyaning o't cho'pini chepish, bog'lash, saman manginini to'shib qo'yish bilan o'tkazdi. Mana qishmi kirdi, u cho'ng ishlarga zotli qiziqmadi. Oblastda nahiyada, Gongshida inqilobiy komitet qurilibdi. Raqib muavin jo'rim bo'pti. Hoshimning ustidan to'hmat to'qib yurgidek degan so'zlarga pisand qilmadi. Arlab u Hoshimni, Savtovni, Nadirovni, ko'pincha Go'zalayni, Alini, turmadagi Raziyani o'ylab qo'ydi. Tushida ko'pincha Go'zalay, Alilar bilan bil bo'ladi. Shuning uchun Umar Tambirning topgan loyiqlari uning yoqmaydi. Zulyaning mahalla qizlari to'g'risidagi tonishtirish va maqtashlarimi uning quloqiga kulkilik anglandi. Uning kundalik turmushi shavqinsiz suvdek tinishmayib, qalin qorliq qishni chiqardi. Arlab yezi o'tir maktabi uni o'rganishga chaqirib odam avatadi, lekin a'la o'rganishga bormaydi. Uning bu qiliqi uchun uni ayblaydigan hech kim yo'q. Shundaq tinish xotirjam kunlarning birida bu kichkina oilaning hayot osmonida qora bulutlar paydo bo'lib, judun chopqinlik kunlar boshlandi. Zulya Noillik inqilobiy komitet bilan qurolliq bo'lim tarafidan chaqirilgan yig'inga qatnashib, qaytib kelib, a'laning yotqiga o'ngsili o'shgan holda kirib keldi. Bo'lmadi ukam, dedi u jiddiylashib. O'zingizni daldiga olmasangiz bo'lmadi. Men sizga dalda bo'lishga ojizlik qildigan o'xshayman. Hoshir Nadirovlar qo'lga ilinibdi. Sizni tutquli bugun kecha qurolliqlar keldi ekan. Menga ishonchli bir rahbar bu gapni deb qo'ydi. Yig'in tugmadi, men bu yoqqa chopdim. A'la o'rnidan turib gapmi qilmasdan kitob qog'ozlarini yig'ishtirdi va Zulyaga qarab: "Men bu kunni kutgan, oxir keldi. Yomini ishim chala qoldi aka. Kichik opam bilan qizim, buni qo'l yozmadim sizga amonat. Men topshirib ololmasam, topshiriladigan odam chiqadim. Meni hiliq kegizchi, juvchilar bilan tepishtirib qo'ya olamsiz? Men ular bilan so'zlashgan, ular meni shogird qilib olmoqchi bo'lishgan. Shunda qilgan, yaxshimi yoki men biror dehqonning uyidan panoh joy topaymi? Yo'q aka, mumkinish xatarlik. Ishonchli kegizchi, juvchilar bilan sirt noyalarga ketish." Zulya bolalarni qeri ortisining uyiga avatdi. U juvchi kegizchilarning ketgan yerini biladi. Birli to'r bilan hammasini so'zish, do'lqini shaharda noilarga, yezlarga tarqaldi. Ili rayoning barliq tosh yo'l, ochal, o'tam, daryo bo'ylariga qurolliq muhofazachilar qo'yildi. Ular barliq gumonliq odamlarni tutdi. Lekin bir ot, 4 eshak bilan nohiya kezib kegizchilik, juvchilik qilib yurgan 6 kishini hech kim tutmadi. Chunki ularning yo'l xatlari ishonchli edi. Ularning ichiga yangidan qitilgan budur soqol, sapkin yuzlik, kirlashgan talpak bilan ko'rak juv kiygan odam barliq savol so'roqlarga ha, yo'qdan boshqa javob bermaydi. Yo'q so'zni aytganda, qiyni, ha'ani aytganda, ani tushirib qo'yadi. Sen nalik desa, tonishtirish xetini ko'rsatdi. Isming nima desimi, tonishtirishni chiqaradi. Necha yosh desimi, shunday qiladi. O'qiganmi? Ya. Uylanganmi? Ha. Qarmoqqa u bu tijoratchilarning eng qerisi edi. Lekin do'kon ochganda u yung titishdan boshqa ish qilmaydi. Yung titish 4 barmoq bilan bo'lgan oddiy emgak bo'lgani bilan bu buvay uchun u bir ko'ngillik emgak. Chunki buvay jimjit uyda yoki kungay peshamanda o'ltirib, xohlagan ish ustida o'ylayoladi. Xohlagan biri bilan xiyolida so'zlashalaydi. Hatto hech kim yo'q chog'da eski juvusning ichidan kirlashgan yog'liqqa o'ralgan kichkina kitobchani chiqarib, bir nimalarni o'qib oladi. Sirtdan biri kirish bilan kitobni yung orsiga yo'shirib qo'yadi-da, bahuzur yung tutadi. Uning ishini surishtiradigan, nazorat qilgan hech kim bo'lmag'achqa, bu xil xiyol va kitob ko'rish bilan vaqt o'tkazish uningga ko'ngilli tuyuladi. Hech kim yo'q chog'larda juvchi, ba'zida kegizchi uningga vaziyat yoki yangiliklar to'g'risida qisqacha bilimlarni deb qo'yadi. Ba'zida bo'lsa, nurg'un she'rlarni yodlab olgan juvchi o'zicha farscha,
arabcha yoki chag'ataycha she'rlarni o'qiydi. Uning o'quvini hech kim tushunmaydi. Budur saqalliq buvaylar beshini lingildingitib kulib qo'yardi. Ba'zida javoban shuningga o'xshash she'rlarni o'qib qo'yardi. Bu ularning suhbati edi. Ular tog' ichiga chorvachilarning ko'zlaklariga ovqat qilg'ili kirib, bir Dodiy shujisining uyida do'kon qurdi. Dodiy shujisi bog'dan ko'vajab tushayotgan suv bo'yiga kangri qo'ru joy selib, tog' qaptilga qo'yiq olmaliq bog' qilgan ekan. Uning atrofida 30 necha uylik Uyg'ur, qozoq chorvachilar bor ekan. Qolgan a'zolar bo'lsa, yiroq g'ul qishloqlarda o'ltiraqlashgan ekan. Dodiy shujisi uzun seriq burutliq, yo'g'on qo'y ko'zlari o'ynab turadigan, mangzi qizil yuzi kang, og'zi yo'g'on odam ekan. U haraqqa ishtiholiq, tamaki bilan xushi yo'q, go'sht yeyishda, qozoqcha o'lan aytishda dongliq ekan. Bəslashib paxlan yeyalaydigan, kelinchaklar bilan butun tun bo'yi o'lan aytishalaydigan. Uning odatga gapimi Uyg'urcha, qozoqcha tilning aralashmasi ekan. Uning ismi Tudaxun bo'lsa-mu, kishilar laqabini ism o'rnida atab uni qasqir ovuz, bo'ri eg'iz deb chaqirishar ekan. Oqshimi kigizchalar go'sht bilan sho'rpaga to'ydi. Qasqir ovoz kichik bakisi bilan qo'y beshini qirib, tozalab yeb etib, budur saqalliq buvayga qarab qo'ydi. Buvay sho'rpa ichib bo'lib, saqal burtini avaylab surtib, qo'zg'almoqchi bo'lib edi. Qasqir qovuz uningga yana bir qitim yot qilib qaradi-da, yarashmabdi, chinib qapti. Beshing teka, harkiting o'g'loq, saqling buvay, chiroying yigit, qarmoqqa kigizchi, barmoqlaring xatchi, muallimi yoki kotib. Yung tutishlaring yip yangicha ekanligingni mana men deb ko'rsatib turibdi. Ola yolg'on saqlingni nima odamsan dedi. Kigizchi hayron bo'lib qasqir ovozga qarab, buvayga chaqchaq qilg'ingiz kelyotdi ha, shuji dedi. Rost gap qilsanglar qutulasizlar, bo'lmasa qurolliq askarlarim sizlarni birdamla nahiya turmasiga yetkazib beradi. Bu yolg'on saqallar bilan uydagi galvonlarni oldiyalaysizlar. Lekin biz qir xalqi qo'g'in bilan kavini ayrilmagan bilan o'shki saqili bilan odam saqilini bek o'ng'ay farq qila olamiz. Rost gap qil, men saqchi emas. Noyidan tutilgan Hoshir, Sautov, Nadirov guruhining odamlaridan sizlar. Men shulardan etim ala dedi buvay saqilni yulib elib. Aka aytqani Hoshirning ahvoli to'g'risida nima bilasan? Ala dedi. Qasqir taovuz uningga tikilib qarab qo'yib, rasmi? Ras tutib berib mukofot olay demsan. Qasqir ovuz o'rnidan turdi. Qo'ziqa qamchisi bilan billa esiqliq turgan xurum sumkasini ichib, ichidan bir tashviqot varaqasini oldi-da, bir alaga bir varaqiga qaradi. Oxir, ras, sen ala ekansan. Men mavu do'stlaringni ko'rib ol. Oxirgi qitim ko'rib olganing bo'lib qolar. Bular aytildi. Men qiynab ol dedi. Ala g'ildab titrib, qasqir ovuzning qo'ldan varaqini oldi. Uning ko'zi birinchi bo'lib Hoshirga tushdi. Hoshirning beshi pokiz tushirilgan. U og'zini yerim ichib, yo'g'on, xiyolchan ko'zlar bilan Alaga tikilib turibdi. Mana jiddiy chiroy Nadirov, u xuddi oqib portlashga mangandek g'azablik jiddiy chiroy bilan Alaga qadalmoqda. Uningdan keyin Savotov, u pushaymon, afsus bilan beshini chayqayotgandek, uningdan keyin olim Odil ismli Akufka oliy maktab o'quvchilari, uningdan keyin Qurmash, Osman, ular kelgusidan umid kutayotgandek osmonga qarashgan. Uningdan keyin Alaga tonish bo'lmagan har xil chiroydagi yosh qeri ayollar. Har bir odamning ismi, yeshi, millati, qisqacha jinoiy qilmishi oxirga ko'pchilikning hukmi yozilgan. Ko'pchilik ularning to'lisiga o'lim jazosi hukm qilishni talab qilgan. Bu varaqada Ala to'g'risida uning qechib ketganligi, tutilgan zaman etildiganligi yozilgan edi. Alaning lavlari ko'kirib, qo'llari titradi. Men bularni aqlayman, dedi u uzun jimjitlikdan keyin. O'ltirganlarga qarab asabiylarcha ko'zlarini chekchaytib. Yigit, o'zingni tutib ol, dedi qasqir ovuz, yo'g'on olqinni uning mursiga qo'yib. Hoshir sen uchun qanchalik aziz bo'lsa, men uchun shunchalik aziz. Uning g'amxo'rligi bo'lmagan bo'lsa, bizning nurg'un chorvachilarimiz qor ko'shkisi ostida o'lgan bo'lardi. Uning tashkillagan qutuldirg'uvchilari bizni qo'g'dab qolgan.
Mən onun guruh uyuşturup, qurallıq qo'zg'alon ko'tarmoqchi bo'lganiga zotila ishonmayman. Fukam, sen onun ağaynisi ekansan, undaqda sen mening ağaynam. Har nima qilsak birga qilamiz. Akelgina qo'lingni, hey, itning bolasi. Әтісі таң сәһәр білән әла қайтадан бувай болып, ясанды. Яхшы атқан нан тоқаш, пішшік көз селінған хуржынны ғанжулады. Кегізчі білән жуучы енедігі нақ пулларны оныңға таңлады. Lazımı болду, әла жан әпәнді. Деді, құдыр тағын ені жуучы, бізмі пул тапқылы әмәс, жан сақлығыды bu yerlerde тәмтірап юрватымыз. Сілі дегі жық зияры чекілла, pul hər qaçan lazım nəsə. Əla taң səhəri bilən şəhərə qarab yolğa çıxdı. Qasqır avuz onun qolunu qısıb. Fukam, ularning xəbərini al, əhvalını bil. Hərbi rayonda, Ürümçidə, İşkirdə yaxşı tanışlarım var deysən. Onlarını axlab qutulduruz üçün hərəkət qıl. Nemi lazım bolsa mənə xət yaz. Lekin özünü aya, açqının küçü bilən yolbastak təlvili qılıb, qapqanğa özünü urma. Pəm bilən, əqil bilən iş qıl, deb qayta çekildi. Ular qarayğan, lekin kündüzü egiz suları yıqıb, ətisi axşamları muz bulup qetib aldıqan g'ildan yerlerde at harvular qiynalıb mağatdi. Kötek harvularning çaqları yerim qetishqa yolunu tığdaq qilib mağsa, atlar toң yerde müdürülüb, uşaq çamdab müjgügdək mağatdi. Əla minген uzun, yallıq, kәң sağırlıqı torun at birdemdila tərlidi. Terligenden keyin atның ayğı içilib, tizgin seyirib, yenek yumuşaq qadam taşlab, tağ içidən qırqarlıb, bəl işib ketadigan çığır yol bilan şəhərə qarab yürüb ketdi. O qaranğı düşkəndə G'olji şəhərinin Xanzu bazarına yetib gəldi. Şəhər sürlük və körümsüz idi. Aşxana dükkanlar taqalğan, bazarda hər xil ticaret bilan şug'ullanadigan odamlar bulunglarda təmtimləşib yürüşətdi. Heliqi çağda haşir bilan tamasha qilgan langzi beshimi gungirab qolgan. O'ruq, qo'tir itlar paskin axlatlarni purab qidirab yurgandan boshqa birarmi do'kon yoki yoymichi qolmagan edi. U itining beshini g'aribga qaratdi. G'arib do'ng mahalla taraf uningga texim surlik, tumanliq ko'rindi. Mana to'g'ri ko'rik ili mehmonxonasi, uning oldi mashina traktorlar bilan to'lgan. Oblastlik xalq hökuməti binasının keyni-keynidən 3 maşına quralıq yaşlar çıxıb, Yeni Hayat məhəlləsi tərəfə qarab yürüb getdi. Ular məni tutqulmaqdımıkin deb o'yladi. Əla etini yolun çeti bilan mang'uzub asta ketib etib. O öz vaqtida G'olji güzəlləri qaynaydigan qizlar o'tir maktabi oldida to'xtadi. 2 qavatlik qangaltir o'g'zilik, büyük daraxt, gullar ichida kishini jalb qilib turadigan maktab binosi yo'q. Onun o'rnida o'tir qaraygan kesaklar dövisi, tamlar iznasiz qolgan. Əla öz vaqtida bu yerdagi pokiz Ozoda maktab binosining 2-qavatidagi zalda ola yeshil qog'ozlar, yo'riq lampochkalar ostida kepinakdek sho'x qizlar bilan tans o'ynaydi. Ashu kulkisi jarangliq sho'x o'ma qizlar hozir nalarda ona bo'lib yuradi ekan. U etini sovutqash g'aribga qarab yana mangdi. Banka, açlıq idarələri köyən, əski tamlıqlar aylanğan, mana əkinlər, ili un zavodunun burun qismi, un zavodi. Onun zavod binası oqlar zərbisindən budur çoqur bulub ketken. Onun qarşısındakı bilim yurtının derizləri sunğan, ıslaşqan, janubqa qarğan yan işiki bilən öylər köyən, örülgən, öz vaqtida bilim kani, arzu həvəs, g'oyalarni yetildirib cho'ng qildigan, ona beshigi bo'lgan bu muqaddas o'ringa o'q atgan odamlar hoshir a'lolarni oyab qo'yarmi? A'lo etini to'xtatib maktabning o'z vaqtidagi maydonlarga qaradi. Bu maydonda a'lo hoshirlar to'p o'ynaydi. Hoshir to'pni qanday uradi, ha? U yerdagi a'lolar qishda qorni tozalab, yozda axlatini supurib xuddi chechan ayolning qozon beshida qilib etadigan maydonlar ana qozon, chuva, chirindilari, eski tuski kesaklar, g'uval lampochka yo'riqida dövləklik ko'rinmoqda. Öz vaqtida müdüriyet ishxonasi, ilmiy boshqarma degan viveskalar, qadilgan chiroyli vodaklar, bir qavat uylar, endi eski xandonga o'xshab qopdi. Bu qandaq inqilab, dedi Əla öz-özgə məktəblər köydürgən, ilim əhli solunğan, dəstilgən.
İnqilab degan so'zning lug'at ma'nosi xato tushuntirilganmi ya? Xato bo'lmasa, inqilab jamiyatni ilgarilatguchi, yangilik yaratguchi harakat bo'lishi kerak. Hozirgi inqilab uning ta'sirisicha bo'lyotidi-ku. Hey, qimmatli do'stim Ashir, ikkimiz endi bu to'g'rida munozara qilolmaydigan bo'ldik. Seni rostilla o'lim jazosiga hukm qilamu? Bundaq bo'lsa, bu to'limi jonga patadigan nohaqchilik bo'ladi. Men seni jismoniy kuchim bilan qutuldira olmayman. Men shunchalik qahramon yorolmabdi ekanman. Quruq hissashlik, quruq ko'z yoshi va hasrat bilan seni qutuldirg'il bo'lmaydi, do'stim. Men nima qilaman? Qo'limdan birla matlik keldi. Sen bilan billa o'lish. Men o'qigan kitoblarda yozilishicha, fashistlar kotibishlaridan Gitler Mussolinlarning oshnalari cheg'ida Gitler Mussolinlar bilan billa o'lishni baxt bilgan. Claretta Mussolinining oshnasi bilan Eva Braun Gitlerning umrlik oshnasi va o'lar vaqtida nikohlangan ayoli. Larchilik sadoqat menda bo'lmasa, men o'zimni nemaga odam hisoblayman? Men hozirla Ashir yetayotgan turmaga kirmanda o'zimning a'lo ekanligimni ma'lum qilaman. U yuqorqilarni xiyoldan o'tkazdi-da, qahramonlik va mardlikda o'lgiga qoldirmoqchi bo'lib, oblastlik saqchi tarafga qarab mangdi. Bu ko'chaning ismi Novgorod. Bu ko'cha buningdan 100 necha yil ilgari, ya'ni 1871-yildan 1881-yilgacha bo'lgan oraliqda Chorosiya g'uljini besib olganda gubernator Kolpakovskiy bilan billa g'uljiga kirgan Chorosiya harbiy amaldorlarining oila tavobatlarga uy selish bilan mahalla bo'lganligi uchun ashu nom yangi shahar bilan atalgan. U bu ko'chada tanha o'zi xiyolan qahramonligi bilan mag'rur ot o'ynatib, oblastlik saqchi idorasi o'rlashgan ko'chaga egiladigan yerga kelganda tuyuqsiz vang chung ko'tarilib o'qlar etildi. A'la o'zini panoh qolmoq bo'lib, etini teraklikka burishiga yenidagi eriqqa bir dum yiqildi. Kendila darhol 4 nafar qurolliq yugurib kelishdi va yiqilg'uchini yerdan yo'ladi. U o'lgan. A'la xira-chiroq yo'rqida qo'yib qonni, o'lguchining chechi tushirilgan duglak beshini, tatirib ketgan yuzini ko'rdi. O'lguchi to'lim chiroyli yosh yigit edi. A'la ixtiyorsiz etini baliga qartib shipqidi. Qo'g'lug'uchilarning ikkisi balni so'rab minvedi, yana biri yugurib chiqib, qo'zg'atma, naq maydonni saqla, turmadan qochdi, belgi o'qib bersak to'xtamadi, otdiq, o'limga mahkum dedi. A'la ahvolni darhol tushundi. Qo'g'lug'uchilardan biri A'lani ko'rib qoldi. "Bovay, nimaga tursan? Bu mening bolam. Nima? Aksil inqilobchi unsur Rahmatning dadisimisan? Eting nima? Ahmad. Rahmat Ahmad." Deyishdi qurolliqlar bir-biriga qarab qo'yib, "Balangning qechishini bilading'u deyman." "Yo'q, bilmaydim." "Ha, qandoq dush kelib qolding amisa? Non to'qash elib kelgan edim." "Kechisimi?" "Ha, kunduzi kommunada ishlayman, ruxsat qilmaydim." "Ko'rding'u, balang qochdi, qancha qilsam to'xtamadi, oxir amalsiz mana." "Sizlar gunohsiz, balam yomon bola edi, o'lgani yaxshi bo'ldi. O'ligini bersanglar, men uni dafn qilib etay. Bizning rasmiyatlarimiz bor, uni o'taysan. Әтілікке kelib o'tay." Balaning qonlari qetishgan edi. A'la yerga tushib, balani belidagi qora raxt potisi bilan obdan o'rab tangdi. Uning birdilla ko'ngli buzilib, o'pkasi o'rildi. U buqildab yig'ladi. Qurolliqlar bir-biriga qarashib qo'yib, baladan qutuldik deb o'yladi-mu, balani bovayning oldiga ilib berdi va atiyarlikka jazman kelishni chekilib, bovayni yo'lga selib qo'ydi. A'la jimjit ko'cha bilan uzoq asta mangdi. Egarda to'g'risiga yotgan bu yigit kimning bolasi? U nemishqa turmaga kirgan? Nemishqa va qandoq qochgan? Yosh bola balki ota-onasini seg'ingandi. O'zidek chiroyli bir qiz uchun turmadan qochgandi. Seg'inish, muhabbat uning ko'ziga o'lim, xatar deganlarni ko'rsatmagandi. Yoki o'lib ketadiganligini tuygan bo'lsa, jonni qo'lga ilib bir ilishib ko'rmoqchi bo'lgandi, yoki biror ishni ijro qilmoqchi bo'lgandi. A'laning ko'zlaridan yosh to'kiladi. U quchqidagi yosh yigitni chiroq va oy yo'rqida qong'icha sinchilab ko'rib chiqdi. Uni hech nada ko'rganligini esiga olmadi. U charchash va ochlikdan titrashga boshladi.
shu chaqdala etini o'tir maktabda birga o'qigan, hozir o'qituvchilik qilayotgan Arif ismli do'stining uyiga bordi. Arifning uyi shaharning janub tarafida, Aydın, Nag'richi mahallarining chegarasidagi bir xalta ko'chada edi. A'la qo'sh qanotli qo'yli ishkini qiqishdan burun suv bo'yidagi qo'yiq olcho'lliqqa etini bog'lab, jasadni tushirdi va yolg'on soqol burdini ilvatdi. Arif uni xushallik va qizg'inlik bilan kutib oldi. Arifning ayolimi o'qituvchi edi. Ular A'lani uzundan beri biladi. Uning yaxshi parg'ini doim qilishatdi. Arif Toshpo'lat bilanmi yaqin og'ini bo'lg'achqa, A'la, Hoshir, Qurmash Osmonlar to'g'risidagi hamma gaplardan xabardor edi. Çaydan keyin A'la obdan isidi-da, ishkirki uyning eshigini him yepib olib, bo'lgan ishlarning hammasini Arifga aytib berdi. Murdiqini deb so'rdi Arif hayajonda. O'stak bo'yida damsina yur adash joylashtiraylaydi. Ular jasadni Arifning yog'ishlik qiladigan uyiga elib kirgandan keyin Arif balni darhol tanidi. "Voy, bu Rahmatjon emasmi?" dedi u cho'chib. "Bizning maktabda o'qigan dadisi usti cho'rnik edi. Qayerga turib tarqoqlashtiribdi" deb anglagan. "Voy bechora bola." Ular jasadni bo'ri ustiga qo'ydi va ondan keyin balning yanchiqlarini aqtirdi. Balning to'sh yanchiqidan qonga bilangan xat chiqdi. Xatning imlosiga qarabla ular darrov tanishdi. Hoshirning imlosi deyishdi ikkisi tangla. Ular ishkirki uyga qaytib kirishdi. Ularning yilidan g'izo o'tmadi. Arif chiqib otni joylashtirib kirgandan keyin ular derizlarni mahkam qilib, qonga bilangan xatni o'qishga boshladi.